Assalomu alaykum aziz she'riyat, qo'shiq muxlislari. Bugun yana Toshkent domlamizda Alloh rahmat qilsin. Shu kishini eslab ancha she'riyatlaridan, u kishini yozgan she'rlarini ko'p qo'shiq bo'lib ketdi. Ko'p ustozlar buni qo'shiq qildilar. Shu jumladan ustozimiz Majidxon Saidov ham juda ham ko'p she'rlarini juda ham bir ko'ngilga, dilga yaqin qo'shiqlar qildilar. Iloyo bu kishini Alloh rahmat qilsin, ruhlari shod bo'lsin degan maqsadga hozir yana bitta qo'shiqlarini ustoz Majidxon Eshonmovni musiqalari bilan Toshkent domlaning she'rlari shuni hozir qo'ldan kelgancha ijro qilib beramiz. Iloyo Alloh taolo rahmatiga olgan bo'lsin, qilgan yaxshi amallarni o'zlari bilan hamroh qilsin, oxiratlari obod bo'lsin iloyo. Turli tuman ofatdan Xudo asrasin. Turli tuman ofatdan Xudo asrasin. Tuzalmas dard illatdan Xudo asrasin. Nomard qilgan tuhmatdan Xudo asrasin. Tuzalmas dard illatdan Xudo asrasin. Bevaqt kelgan kulfatdan Xudo asrasin. Yo'lga chiqsang yo'ldoshing qadrdon bo'lsa, qalbi poku oqli ham jonajon bo'lsa. Yo'lga chiqsang yo'ldoshing qadrdon bo'lsa, qalbi poku oqli ham jonajon bo'lsa. Labzi halol so'zi bol qadrdon bo'lsa, mehrsiz do'st ulfatdan Xudo asrasin. Mehrsiz do'st ulfatdan Xudo asrasin. Dunyoga kelgan kishi yashamoq istar, ildam qadamin bosib tashlamoq istar. To'yu tomosha berib oshlamoq istar. Baxildan behimmatdan Xudo asrasin. Baxildan behimmatdan Xudo asrasin. Faro
Tağatta ötkezgil ayı yılını, cennetinden nasip et birer cayini. Sorak etse ferişte taşken bayini, Tanrı azab zahmetten Xuda asrasın. Sorak etse ferişte taşken bayini, Tanrı zahmet azabdan Xuda asrasın. Tüzelmez dert illetten Xuda asrasın. Ne vakt kelgen külfetten Xuda asrasın.